Sanuzelni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Odatda hozir hamma kichkina sanuzellar qiladigan bo'lib ketgan bir vaqtda bu obyektimizda sanuzel razmeri tushunarli bo'lishi uchun aytaman. Bu kafilimiz 75 ga 1,5. 1,5. Bu yoqqa yana bitta butunchisi 1,5. 3 metr bo'ladimi? 1,5, 3 metr. Bu tomoniga undan ham kattaroq, 3 dan ham kattaroq. Ko'rib turibsizlar. Dush zonadan tashqari ham bemalol katta joy qolyapti. Bu joyga mebel chakalarimiz bilan hamkorlikda mebelni ishlayapmiz. Bittayda kir moshina turadi. Bu yerda bo'lsa toshli rakvinamiz. Dush zona aynak bilan bo'linadi albatta. Installyatsiyani korpuni kiridan bo'linadi. Installyatsiyamiz korp bo'lib, tepasi polka bo'ladi. Ichiga ancha-muncha narsalar yig'ishtirib olsa bo'ladi. Shuni eshigini ochilganda yoki bu yoqqa ochilsa, asl-sheni yonib turadi. Shunaqa ideya bilan qilyapmiz. Gigiyenskiy dushlarimiz, Hansgrohe installyatsiyalari, Ment kodi, skritli dush, smesitellar. Mana shu holatda.